bez komissiya arendaga mana shu yangi 2 xonali xonadonimiz yaxshi narxlarda topshirilyapti. Bola uy egasi, nech pul olsa? 550 dollar. Yana kelishiladigan joy bor. Shu bola bilan gaplashasam mana telefon. Hamma narsani boshidan to'liq kelishib olinglar. Orentir aviastроительный dvorец ko'pchilik bu joyi bo'ladi. Bu yo'llarni yaqinlashib ko'rsatib qo'yaman. Zanon mana shu. Mana ketdik. Yo'l bo'yidan men orqa eshikdan kiryapman. Video obzor uchun ma'qul bo'lgani uchun keyin podyezdlardan olib chiqib oldi hovlilarini ham ko'rsataman. Kiramiz. Yo'q, shundoq kirganinglarda mana oshxonaga o'chasizlar. Bu yoq zal. Uyimiz 2 xonali, почти plus-minus 50 kvadrat maydonda. Mebellari ham mana shunaqa yangi salafanda turibdi. Zalimizda o'z oshxonani o'rni, lekin bu yerda spalniy qilib qo'yilgan. Naryoqda yana bitta xonamiz bor. Oynalarning hammasi orqada bor. Mana shu kelgan joyimga qarang. Zalimizdan основной kirib kelish yo'li sanuzel. Alohida 2 xona razmerli bo'lgan holatda. Remontlari yangi chiqqan, hali hech kim turishga ham ulgurmagan remontdan keyin. Telefon qilsanglar, videoni boshida ko'rsatgan bo'lam. Telefonni ko'taradi, shu bilan kelishib uyga olasizlar. Endi podyezdlari oldi chiqishlarini bitta ko'rsatib qo'yaman. Bundan eshikdan podyezdga chiqamiz. Mana hovlilari обычный, toza, sovetskiy dom. Hech qanaqa ortiqcha to'lovlar ustiga yo'q, tezroq shoshilib qolinglar.